Xo'p, demak, boshlasak, bizda demak mana shu savol berilyapti. Aytyapti, har bir shakl ichida bo'yalgan yuzani demak topish kerak, uchburchak yuzasini. Xo'p, yaxshi, demak bizda kvadrat ekan. Kvadrat degani uchun mana bu teng 2 ga bo'lingan. Mana bu joy 6 ga teng bo'ladi. Mana bu balandligimiz esa 12 ga teng bo'ladi. Shunda S uchburchak yuzasini topish uchun 1 taqsim 2 balandlik 12, asosimiz 6. Demak, 36 degan javobimiz hosil bo'ladi. Xo'p, mana bisiga o'tdik. Xo'p, demak, uchburchak yuzidan 2 marta katta deyapti. ABC uchburchakning yuzi bundan 2 marta katta deyapti. Yaxshi. Demak, mana bu 8 bo'lsa, mana bu 14 bo'lsa, jami mana bu uchburchagi topamiz. Ya'ni mana bu S yuza bo'lsa, mana bu ham S yuza bo'ladi. Shunda 2 marta katta bo'ladi. Shunda ikkita S yuzamiz teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paygan 8 ko'paygan balandligimiz 14. Demak, 7 56 ga teng. Bizga bitta S yuza kerak. Demak, 56 ni bo'lamiz 2 ga. Bizda 28. Demak, yuzasi 28 bo'lar ekan. Xo'p, keyingi shakl aytyapti. AC va BD o'zaro perpendikulyar. Yaxshi. AC va BD perpendikulyar. A ga 2 ga, demak 3 ga bo'yalgan sohaning yuzini topish kerak. Xo'p, bizda e'tibor beringlar, mana bu 3 bo'lsa, mana bu tomon ham 3 bo'ladi. Ya'ni mana bu S1 yuzaga, mana bu S2 yuzani qo'shish kerak. S1 plus S2 ni so'rayapti bizdan. Demak, S1 teng bo'ladi. Balandligim 6 ga teng, asosim ham 6 ga. Demak, 6 ko'paygan 6 bo'lib 18 chiqadi. S2 yuzamchi, S2 yuzam. Demak, 1 taqsim 2 balandlik 2 ga teng, asosim 6 ga teng. Demak, bu 6 chiqadi. Demak, S1 plus S2 ni hisoblasak, 18 ga qo'shamiz 6 ni, necha bo'ladi? 24. Demak, jami yuzasi mana bu yuza 24 ga teng. Xo'p, va keyingisi ABCD. ABCD. Demak, shuni shaklning yuzasini so'rayapmiz. Yaxshi. Demak, bizda ikkita uchburchak. Mana bu S1 uchburchak, mana bu S2 uchburchak. S1 uchburchagini topsam, 1 taqsim 2, balandligim 45 sm, asosim 65 ga teng. Xo'p, S2 25 ni ko'paytiraman 60 ga va bo'laman nechiga? 2 ga. Xo'p, hisob-kitob qiladigan bo'lsak, ikkitasini nimasini so'rayapti? Demak, yuzini so'ralyapti. Xo'p, ikkitasini yuzasi. S1 yuzam. Demak, yozaman. S1 plus S2. Xo'p, S1 mana bu 45 ni ko'paytirsak 65 ga va bo'lsak 2 ga 1462 yarim. 1462,5 ga qo'shamiz 750 ni. 750 ni. Xo'p, qo'shsak. Qo'shamiz, demak 1462,5. Javob 2212 yarim. 2212,5 santimetr kvadrat. Endi sonlari katta bo'lgani uchun shunaqa chiqyapti. Xo'p, mana shu holat. Davom etamiz. Keyingisi. Rasmdagi bo'yalgan sohaning yuzasini topish kerak. Xo'p, yaxshi. Hammasi 2 dan ekan, mana bular. 2 2 2 2 2 2 bo'lyapti. Demak, mana bu 3 ga.
Xo'p, birinchi katta, ya'ni S A B S D ni yuzasini topsak. To'g'rimi? Va bunda mana bu yuzadan ayirib tashlayman S Y F G H ni. Menga mana shu kerak. Xo'p, mana bu yuzasi oson, 1 ning kvadrati bo'lib yuza kelib chiqaveradi. Unda muammo yo'q. Va mana bunga e'tibor qilish kerak. 2 A Y imiz ham 2 demak 3. Mana tomoni 3 ga teng. Mana tomoni nechaga teng? 2 ga teng. Bu tomoni 3 ga, bu tomoni 2 ga teng bo'lgan uchburchak. Xuddi shunaqa uchburchakdan bir nechta bor ekan, demak, bundan ham oson usuli. Demak, bizda S A B F bitta uchburchak teng bo'ladi S B G S uchburchakka va bu ham teng bo'ladi S C H D ga va bu ham teng bo'ladi S A mana bu H qilib qo'ymay Y bo'lish kerak edi. Demak, A Y D ga hammasi bir-biriga teng. Hammasini mana buni S desak, mana buni ham S desak, mana buni ham S desak, mana buni ham S desak, demak, jami biz 4S ni topishimiz kerak. 4S ni. Tushunali? Xo'p, 4S ni topadigan bo'lsak, biz nima qilamiz? Bizda alohida bitta uchburchak, mana bundoq qilib chizib olsak. Mana bu 90 gradus bo'lyapti. Masalan, mana bu F, mana bu B va mana bu A bo'lyapti. Demak, AF 3 ga teng, mana bu 2 ga teng. Demak, mana shu bitta S yuzam bo'ladi. S yuzamni topadigan bo'lsam, 2 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Shunda bizda 3 chiqyapti. Har biri 3 dan ekan. Demak, bizda 4S bor edi. Buni topish uchun demak 4 ni ko'paytiramiz. Bitta yuzam 3 ga teng, demak 12 metr kvadrat yuzani egallar ekan. Demak, bo'yalgan sohaning yuzi 12 metr kvadrat. Xo'p, keyingisi, demak, 3-topshiriq yakunlandi. Mana ko'rib olgan bo'lsanglar. 3-topshiriqda muammo yo'q. Hammada yaxshi ketdi. Endi 4-topshiriqqa qaraymiz. 4-topshiriqda bo'yalgan uchburchak yuzini topish kerak. Xo'p, bo'yalgan uchburchak yuzasi. Mana bir bo'lsa, e'tibor beringlar. Mana bu jami uchburchak, to'rtburchak yuzasidan, ya'ni bu tomonda 1, 2, 3, 4 tani, mana tomon 4 ekan. Mana bu tomon 5 ekan. Ya'ni S A S D Y to'rtburchak yuzasi, demak 5 ko'paygan 4. Ya'ni 20 santimetr kvadrat. Bu jami yuzasi. Endi bu yuzadan ayirib tashlashim kerak. Mana bu S1 yuzani, mana bu S2 yuzani va mana bu S3 yuzani ayirib tashlashim kerak. Xo'p, S1 yuzam teng bo'ladi. Bunaqasiga 2, bunaqasiga ham 2, demak 2 ko'paygan 2 bo'lingan 2 bo'lib javob 2 chiqadi. 2 santimetr kvadrat. Xo'p, S2 ni hisoblaydigan bo'lsak. Xo'p, bu tomoni 2, bu tomoni 5. Demak, 5 ko'paygan 2 bo'lingan 2 bo'lib 5 santimetr kvadrat. Keyin S3 yuzam. Bu tomoni 3, bu tomoni 4. Demak, 3 ko'paygan 4 bo'lingan 2. Bu 6 santimetr kvadrat. Demak, mana bu S A S D Y dan ayirib tashlashim kerak. S1 ni, S2 ni va S3 ni. Shunda 20 dan ayirayman
2ni ayirayman 5ni ayirayman 6ni. Xo'p, o'shanda 6 ga 2 8. Demak 13. 20 dan 13 ayirsak, demak 7 santimetr kvadrat. Demak, mana bu ichi 7 santimetr kvadrat ekan. Ya'ni bo'yalgan soha 7 santimetr kvadratga teng ekan. Xo'p, xuddi shunaqa savol endi mana bunda beryapti. Xo'p, e'tibor qaratinglar, birdan ekan. Demak, mana bu kichkinasini olaman. Ya'ni mana bu masofa 4. Mana bu masofa ham nechi? 4. Yaxshi. S demak U W X Y yuzam manda 4 ko'paygan 4 bo'lib 16 ga teng bo'lyapti. Yaxshi, demak 16 santimetr kvadrat yuzi. Xo'p, endi mana bu ichidagi S1, S2 va mana bu S3 larni ayirib tashlashim kerak. Demak, S1 yuzam teng bo'ladi. 1 bu tomoniga 3 ekan. 3 ko'paygan 1 taqsim 2, ya'ni 1,5 santimetr kvadrat. S2 bu tomoni 2 ta, bu tomoni 4 ta. 2 ko'paygan 4 taqsim 2, ya'ni 4 santimetr kvadrat. Va S3 yuzasi bu tomoni 1, bu tomoni 3. 3 ko'paygan 1 bo'lingan 2 bo'lib, bu ham 1,5 santimetr kvadrat. Demak, yana o'sha qoida, ya'ni S U W X Y yuzidan ayirayman S1 ni, ayirayman S2 ni, ayirayman S3 ni. Demak, menda 16 dan ayirayman 1,5 ni, ayirayman 1,5 ni, ayirayman 4 ni. Xo'p, 7 bo'ladi. Demak, javob 9 santimetr kvadrat. Mana bu bo'yalgan uchburchakning yuzasi 9 santimetr kvadrat ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Shaklning bo'yalgan qismini toping. Shaklning bo'yalgan qismi. Xo'p, jami 50 ekan. Demak, biz topamiz birinchi S A B C D. A B C D ni topsak. Shunda 50 ga ko'paytiramiz 70 ga. 3500. Bu jami yuzi. Endi bundan olib tashlashim kerak mana bu S1 yuzini. Bu S1 yuzini topish uchun nima qilaman desak, qaranglar. Mana bu 25 ekan. Demak, mana bu balandlik nechaga teng bo'ladi? Mana bu 25 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bu tomoni 70 bo'lsa, mana ayirma nechaga teng bo'ladi? 70 dan ayiramiz 16 ni. 54 bo'ladi. 54. Demak, S1 yuzam nimaga teng bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paygan 25 ko'paygan 54 ga. Shunda S1 yuzam teng bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak, yigirma yetti bo'ladi. 25 ko'paygan 27. Xo'p, shuni hisoblasak. olti yuz yetmish besh chiqadi mana bu. 675. Endi biz topadigan yuza, ya'ni S A B C D dan ayirib tashlashim kerak S1 ni. Shunda 3500 dan ayirib tashlayman 675 ni. Demak, bundan ayirsak 3500 ni 2825. Demak, 2825 santimetr kvadrat demak chiqar ekan. Xo'p, mana bu ham. Umumiy yuza S A B C ni hisoblasak, ABC uchburchak deyapti. Balandlik bor ekan. Demak, 1 taqsim 2 ko'paygan 60 ko'paygan balandlik 50 ga teng.
Demak, 30 bo'lsa 15 va 1500 bo'ladi. Endi S D E F ni aytib tashlashim kerak. D E F. Buni hisoblasak, 25 ni ko'paytiraman 20 ga, bo'laman 2 ga. 250 ekan. Demak, men topadigan yuzam S A B C dan aytib tashlayman S D E F ni. Shunda 1500 dan aytib tashlayman 250 ni. Bizda qoladi 1250. Xo'p, deyapti. Shuni hisoblash kerak. Yaxshi. Mana bu 18 mi? Mana bu 12 deyapti. D 18 bo'lsa, mana bu 12 bo'lsa, mana bu yerga qoladi 6. Xo'sh. Endi B C, mana B C'imiz S qashga teng. Bu bunga teng. Deyapti. A G'imiz 12. Ha, G F'imiz ham 6 bo'lsa, mana bu yer ham 6 ekan. Bu degani, mana bu yer 6, mana bu yer ham 6. Xo'p, mana shu holatda qaraylik. Bundoq kesaman. Mana S100, S200 va mana bu S300. Bo'ldi, S100. S100 ham 6 ko'paygan 20. 6 ko'paygan 20. Demak, 120 bu. S200 ham mana bu. Xo'p, qaraylik, buni ham bundoq qilaman. Bundoq qilib bo'lsam, mana bu yer ham 6 bo'ladi. 20 dan 6 ni ayirsak, mana bu yer 18 bo'ladi. Ha? Mana balandlik o'zi 12, mana 12. Demak, S2, S3, mana bu S4 deylik. Demak, S2 ni topadigan bo'lsam, 18 ni ko'paytiraman 12 ga, bo'laman 2 ga. Xo'p, qisqartirsak 9 ko'paygan 12. Bu degani 18 108 ekan. Xo'p, S4 ni topsam 6 ko'paygan 12 bo'ladi. 72 mana. Va S3 ni topadigan bo'lsam 6 ko'paygan 6 bo'lingan 2. 18. Xo'p, demak jami yuzi S1 plus S2 plusdan S3 plusdan S4. Shunda 120 ga qo'shaman 108 ni, qo'shaman 72 ni, qo'shaman 18 ni. Hisoblasak. Mana bu 90 bo'ladi. Qo'shsak 210 318. 318 santimetr kvadrat. Demak, mana bu yo'lga so'qi 318 santimetr kvadrat ekan. Xo'p, mana bu savol. Xo'p, bu yo'lga so'qqa topish uchun men birinchi topishim kerak, demak, S A B C ni. Balandlik 50 ekan, demak 1 taqsim 2 ko'paygan 50 ko'paygan 38. Keyingisi S A D C ni topishim kerak. Demak, balandligi mana uchun, demak teng bo'lganligi uchun 25 bo'ladi. Mana bu joyi 25. Mana bu joyi 25. Shunda 1 taqsim 2 ko'paygan 38 ko'paygan 25. Ikkitasini ayirib qo'shim kerak. Demak, S A B C dan ayirma S A D C ni. 1 taqsim 2 chiqib tursin qarasdan tashqariga. Xo'p, 50 ham chiqib tursin, 38 ham chiqib tursin. 50 minus 25 ko'paygan 38. Demak, bizda qoladi 1 taqsim 2 ko'paygan 38 ko'paygan
25 qoladi. Demak, 19 ko'paygan 25. Demak, bizda bu 475 ni qabul qiladi. Xo'p, keyingisi. Mana bu uchalasi bir-biriga teng ekan. To'g'ri to'rtburchakning yuzi 80 ga teng ekan. Xo'p, mana bu 10 bo'lsa, demak, 80 barobar 10 ko'paygan x. To'g'rimi? Demak, x barobar 8 ekan. Bu degani, mana bu tomon 8 ga teng. Bu degani, bu ham 4 ga teng, bu ham 4 ga teng. Bu ham nima? 4 ga teng. Xo'p, bo'yalgan sohaning yuzasini so'rayapmiz. 4 bo'lsa, mana bu yer 6 bo'ladi. S1 yuza, S2 yuza va S3 yuza. Demak, S1 yuzam 6 ko'paygan 8 taqsim 2 24. S2 yuzam 4 ko'paygan 4 bo'lingan 2 8. S3 yuzam 10 ko'paygan 4 bo'lingan 2 20. Demak, 80 jami yuza, bundan ayirman 24 ni, ayirman 8 ni, ayirman 20 ni. Shunda 48 52. 52 bo'lsa 28 qoladi. 28 santimetr kvadrat. Demak, mana buni ichi 28 santimetr kvadrat ekan. Yaxshi, 5-topshiriq turib turadi. Demak, sizlar bilan hozircha 3 va 4 topshiriqlarni bajardik. Xo'p, rahmat hammaga. Videoni YouTube kanaliga joylaymiz.